Salom do'stlar, bugun men sizlarga dahshatli va fojiali tabiat hodisalaridan biri bo'lgan yer qimirlashi haqida aytib beraman. Qani ketdik. Yerning vayronavor kuchi. Yer qimirlashi dahshatli vayronavor tabiat hodisalaridan biridir. Yer qimirlashi millionlab insonlarning hayotiga zomin bo'lgan. Yer qimirlashi tufayli yuzlab shahar va qishloqlar xonavayron bo'lgan. Qanchadan qancha bino va ko'chalar xarobaga aylangan. Qadim zamonlarda insonlar yer qimirlashini Xudo tomonidan yuborilgan balo deb bilishgan. Qadimgi dunyo xalqlari yer qimirlashi haqida turli xil tushunchaga ega bo'lishgan. Ular yer qimirlashini yer ostidagi bahaybat maxluqlar tufayli sodir bo'ladi deb ishonishgan. Qadimiy Markaziy Osiyo xalqlari afsonalarida yer ostida katta bir ho'kiz ikki shoxi bilan yerni ko'tarib turadi. Ho'kiz charchagan paytda yerni shoxidan ikkinchisiga olayotgan paytda yer qimirlashi sodir bo'ladi deb o'ylashgan. Qadimgi greklar esa yer qimirlashini Poseydon xudosining qahr g'azabi deb bilishgan. Yer qimirlashi aslida qanday yuz beradi? Yer qimirlashi qanday sodir bo'lishini tushunish uchun yer kurrasining tuzilishi va dinamik xususiyatlarini yaxshi bilishimiz kerak bo'ladi. Yer sayyorasining ohista aylanib turishi va yerning ustki po'stlog'idagi, ya'ni litosferadagi o'zgarishlar yer qimirlashining eng asosiy omillaridan biridir. Yer po'stloqlarining qalinligi o'zgaruvchan bo'ladi. Yer osti po'stloqlari qattiq va yumshoq po'stloqlardan iborat. Yerning ustki qattiq po'stlog'i litosferadan chuqurroqda yana bir qattiq po'stloq mantiya po'stlog'i mavjud. Mana shu qattiq litosfera va qattiq mantiya po'stlog'i oralig'ida yana bir yumshoq po'stloq astenosfera po'stlog'i bor. Aynan mana shu po'stloq yerning ustki po'stlog'ini osongina harakatlanishiga sabab bo'ladi. Yerning ustki qattiq po'stlog'i yer shari bo'ylab butun bo'lmaydi. Yerning po'stlog'i juda katta bo'laklarga bo'lingan. Bu bo'laklar yer po'stlog'i plitkalari deb ataladi. Mana shu yer po'stlog'i plitkalarining harakatga kelishi yerning qattiq po'stloqlarini qisib yuboradi va natijada yer qimirlashi sodir bo'ladi. Yer ostidagi tebranish hosil qilgan nuqta yer qimirlashi o'chog'i deb nomlanadi. Yer qimirlashi o'chog'i bir necha 10 kilometr chuqurlikda bo'ladi. Yer ustidagi yer qimirlash maydoni esa yer qimirlash markazi deb ataladi. Yer qimirlashi kuchini o'lchaydigan asbob esa seysmograf deyiladi. Yer qimirlashini oldindan bilsa bo'ladimi? Afsuski, yer qimirlash kunini aniq aytib beradigan apparat yaratilmagan. Faqat yer qimirlash vaqtini taxminiy aniqlash mumkin xolos. Yerning necha bal qimirlaganini seysmograf apparati yordamida bilish mumkin. Lekin yer qimirlashini ba'zi belgilar orqali oldindan aniq bilsa bo'ladi. Masalan, hayvonlar yer qimirlashini oldindan sezishadi. Dunyodagi 70 xil hayvon va parrandalar yer qimirlashini bir necha soat avval sezishi mumkin. 1974-yil Xitoyning Liopin viloyatidagi seysmolog olimlar kelasi yil, ya'ni 1975-yil Liopin viloyatida qattiq yer qimirlashi mumkinligidan odamlarni ogohlantirishgan. Lekin olimlar yer qimirlash kunini, aniq vaqtini bilishmagan. Shunday qilib 1975-yil 4-fevral kuni o'sha viloyatdagi hayvonlar juda g'ayritabiiy harakatlar bilan odamlarni yaqin soatlarda yer qimirlashidan ogohlantirishgan. O'sha kuni insonga eng vafodor bo'lgan itlar o'z egalarini ko'ylaklaridan tishlab, uydan ko'chaga torta boshlagan. Hovlidagi cho'chqaxonadagi cho'chqalar o'zlarini ko'chaga urgan. Kalamushlar gala-gala bo'lib, bostirma yer to'lalaridan chiqib ko'chaga otilishgan. Otxonadagi otlar kishnay boshlagan. Qafasdagi qushlar qattiq qiyqirib, akvariumdagi baliqlar suvdan sakrab chiqib ketgan. Mushuklar uyni tark etgan. Bu hodisalarni ko'rgan millionlab insonlar hayvonlar bilan uyni tark etib xavfsizroq joylarga borib turishgan. Oradan 8 soat o'tib viloyatda qattiq yer silkinishi yuz bergan. Uylar xonavayron bo'lgan. Lekin hayvonlarning ogohlantirishi tufayli millionlab insonlar hayoti saqlab qolingan. Hayvonlar insonlarga qaraganda juda sezgir bo'lishadi. Ular yer qimirlashidan bir necha soat avval boshlanadigan insonlar sezmaydigan o'ta nozik yer vibratsiyasini sezishadi. Yer qimirlashidan avval bo'ladigan ayrim odamlar sezmaydigan o'zgarishlarni sezishadi. Masalan, yer qimirlashidan avval havo bosimi o'zgarishini, yer ostidan kelayotgan ultra ovozlarni eshitishadi.
Agar yer qimirlash paytida ko'p qavatli uyning birinchi qavatida bo'lsangiz, birinchi silkinishdayoq tezda uyni tark etish tavsiya qilinadi. Agar uyning baland qavatlarida bo'lsangiz, yerning birinchi silkinishini sezganingizdayoq uy eshiklarini ochib qo'ying, chunki keyin ochilmay qolishi mumkin va uyning burchaklarida turgan ma'qul. Balkon va deraza oldiga kelish xavfli hisoblanadi. Qattiq mebel stollar ostiga kirib olsangiz ham bo'ladi. Hozirgi zamon kashfiyotchilari yer qimirlash paytida inson hayotini saqlab qoladigan himoya kravatini o'ylab topishgan. Bu kravat seysmik himoya kravati deyiladi. Ruschasiga seysmozashitnaya kravat. Bu kravatning afzalligi shundaki, kechasi yer silkinishi boshlangan birinchi daqiqalardayoq kravat yerning ultra to'lqinli dastlabki tebranishini payqaydi va avtomatik tarzda yopilib qoladi va kravat ichidagi odam butunlay himoya ostida bo'ladi. Kravatning ustki qismi qattiq metalldan ishlangan. Kravatning osti bir necha kunga yetarli suv, oziq-ovqat, dori-darmon bilan jihozlangan. Halokatdan so'ng qutqaruvchilar yetib kelgunicha jon saqlash mumkin. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like qo'ying va kanalimizga qo'shiling va o'zingizni fikringizni izohlarda qoldiring. Hammaga xayr.